Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga divan bilan go'rka topib qo'ydim. Holatlari xudo xolasa ideal sostenada. Mana yaqindan video qilib beraman. Juda chiroyli tiniq narsa ekan. Xitoydagi bu burchak go'rka deydi. Uyda burchagiga, etajlarga, domlarga ham juda chiroyli o'rnaydi. Bitta aybi mana shu yerda yorilib qo'ygan, egasi tunga qatirib qo'ygan ekan. Bitta shu xola shu joyda aybi nuqsoni bor. Qo'ygan joyi xudo xolasa ideal. Uni aks qaytaradi. Polirovkalar ham juda chiroyli narsa. Xo'p, razmeri shu 80 sm joyda egallaydi. Uyda burchagiga rosa chiroyli o'rnaydi. Xitoydagi narxi 1,5 million so'm qilib beramiz. Dastavkasi Farg'ona Marg'ilon bo'yicha bepul, qolgan viloyatlarga kelishgan holatda. Keyin divan kreslo bor. Divan. Bu ofisnoy, yo'llar ko'sha. Bu original Toshkentniki. Spanne bo'lmaydi. Oyoqlari ham bunaqa yog'och bo'ladi. Bu ham juda chiroyli holatda turibdi. Uzun radno materiali. Juda mягкий bo'ladi bu. Ofislarga juda zo'radi. Faqat bitta aybi bunda. Mana yaqinlashtiraman, aytdi, ichida teshilib qo'ygan ekan. Mana ikkita joyi. Ash joyini tikib qo'yildi, boshqa joyda ayb nuqson joyi yo'q. Xudo xolasa. Bu ham bilinmaydi. Yaqindan odam e'tibor qilsa keyin ko'rinadi-yu. Atak ishlatgan juda chiroyli holatda. Buni narxini 1 million qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib qo'yilib, Farg'ona Marg'ilon bo'yicha dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holatda jo'natib yuboriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib, qo'llab-quvvatlash eslangdan chiqmasin.